Salom do'stlar, sizlar bilan Abu Gaming. Bugun mana kechagi video chiqardim. Hali 24 soat bo'lmadi. O'shanda aytdim, ertaga Roblox video chiqaraman deb. Bugun Roblox o'yinida Big or Dead degan o'yinda o'ynaymiz. Realchilar, Barsachilar, Citychilar kechagi hisob 3-1, City 0. Shunda общий Real yutdi. Tabriklayman Realchilar. Bugun ham El Clasico qilamiz. Bu safar Realchilar komment yozsin. Barsachilar like, Citychilar obuna bo'lsin. Qani kim ko'p ekan bugun? Hozir o'zimiz o'ynaymiz bu o'yinda. Do'stlar, shu ketishda aytib o'tmoqchiman. Kecha 2-1 ga Real Madrid omadli g'alaba qozondi. Kechagi o'yinida Mbappe oxirgi daqiqalarda 100-daqiqada penaltidan gol urdi. Va Realchilar yutdi. Agar durang bo'lganda Barsaning foydasiga edi. La Liga kubogini Barsa olardi. Hech kim undan topishmadi. Hozir bu ovqatlarni tayyorlab, tez-tezdan tayyorlab, sotib ochib tashlashimiz kerak. Do'konlarni ham bang'illatib, zo'r qilishimiz kerak. Avval o'yindan javob kelamiz. Javob Real Madrid, Spain, Barcelona. Do'stlar, kecha aktiv yaxshi, lekin o'ta eng zo'r emas. Agar undan ham zo'r qilsanglar, men o'sha videoni ikkinchi qismini ham olaman. El Clasico qilamiz. Realchi ukam bor. Men ham o'zi sizlarga aytsam xafa bo'lasizlar. Kimligim, Barsachilar, Realchilar. Shunga aytmayman. Ukam bor. U Real nomidan qatnashadi. Men Barsa nomidan. Yana bittasi City nomidan qatnashadi. Qani kim yutar ekan? Shtrafni o'ylashamiz. Yo'q, lekin u bolalar kichkina-da. Demak, unda biz boshqa video qilamiz. Boshqa narsa o'ylab topamiz. Buni bolalar bunday qilib mana shu yerga bunday qo'yib qo'ysam mana. Ana. Bu tortni sotaveramiz. Bu yoqqa bordimmikin? Yo'q, menimcha bormadim. Bormabman. Ko'pchilik akalar bizga hali pishillamay o'yna deb yozadi. Buni sababi men o'zimga yangi mikrofon sotib olyapman. Kelgan yo'q-da hali. Zakaz berganman, hali kelgan yo'q. Yana aytgancha bolalar, bugun mana 2-fevral, video 2-fevral kuni chiqadi. Lekin 5-fevral kuni meni tug'ilgan kunim. 5-fevral kuni tug'ilgan kunimga oid anaqa qo'yaman. Video qo'yaman. Like bilan kommentlar bang'illatib tashlaysizlar. Yo 4-kuni qo'yaman, 5 gacha sizlar like bosib zo'r qilib berasizlar. Bo'lmasam xafa bo'laman. Xullas 5-fevralgacha bitta video qo'yaman, bugun yoki ertaga. O'ta ko'p like yig'ib berishinglar kerak. Hozir biz nima yasasak bo'ladi? Buni olamiz. Buni ikkita sersam. И печенье. Машина o'zidan ham sho'rva qilsa bo'ladi.
Peçenyeni özden şurlaq qo'ydi bu bola. Bundan keyingi video 99 like. Bunda ham Roblox bo'ladi. Keyin FS Mobile, FIFA o'yinda ham chiqarish mumkin. U o'zim akkauntimdan chiqarmayman, chunki o'zim akkauntim $117. Ukamni Imron Berni akkauntidan chiqaraman. Uni o'zini akkauntiga kirib oldim. Kela zombi. Bilmeyler. Sağlam zombi. Kela öyle bu oyun geçiyor. Kela da böyle bir roman bu bir şey. Ökken bari yanına geliniz. Давай, kelinglar. Solishsizlar, qanisizlar. Kelib qolinglar, mana odam go'shi bor. Bu odam sotar. Kelinglar mana. Urushacağım. Ertalab tushdi. Hammalar yaxshi. Kutib oldim. Endi bularni zombiler archib tashlabdi. Do'stlar, men 99 night o'zi Roblox demek kecha o'rnatdim-da. Chunki o'chib ketib qoldi o'zim akkauntim. Roblox o'chirib yubordim. O'chirib boshidan tortdim-da. Özüm akkauntimda eskisida, haqiqiy kecha ochmaganim, uni oldingisida meni Roblox 99 night nextga yashaganim 512 kun edi. Yana o'yim bor edi. 600 ochsa beradigan. Lekin men kecha u 600 taligim yo'qligi uchun 51 kun zo'rg'a yashadim. Üzülerim dostlar qiyin. Bir o'zi o'ynagani. Fermaga ekanmi? Yurilach fermaga. Nima? Qanaqa zombi? Ke. Ko'pni o'zimiz. Voy, boss kelyapti. Bossga ham tashlashim. Men chotmasman. Chotmasman. Keling. Ana zombisini ham tashlashim. Ko'pinchasini ham tashlashim. Urib tashlayman men farqi yo'q. Kim? Lanet. Üstelik do'stlar, mana hozir kasal bo'lishimga qaramasdan video olyapman sizlar uchun. Men video olmasam sizlar videosi qolib ketasizlar. Shuning uchun kasal holimda video olyapman. Endi bular qari lozim işte o'ladi. Jonini hammasi kelishi.
Ikki. Sen birga bak. Boğaçıgın arsa kalk. Uçurağımız. Ne kadar var kızlarla yaklaşım. Bu ne canlı? Onun narsalar yasadık yani. Bizde şu orunda endi aktif bomba kılıçıyla benim bomba kılıç videolar alalım. Ne video çıkarışmasına yapalım. Yürüten bunlar büyük. Kağıtta okut. $749 ekan. $749. Bu qancha? $139. Klubnika. Do'stlar, ovozim bo'g'ilib yotdi, lekin video olyapman yana. Bolalar agar tezroq 300 ta 200 agar mana shu videodan keyingi videoda 210 ta obunachim bo'lsa, ya'ni 13 ta obunachi kelsa, men mana shu videoni ikkinchi qismini chiqaraman. Yana bu videoda 17 ta like bo'lishi kerak. 17 ta. Siz sotib olinglar, mening vaqtim kam. Bitta qirol olishim kerak. Ne pichoqmi? Bu nima? Bu ham olamiz. Buni ham. Mashlar hammasiga. Pulim ketdimi yo qoldimi degan savol bor. Bu nima endi aytinglar? Hech vaqt tushyapti quvvat. Fanar ekan bu. Ertaga do'stlar video turing. Do'stlar, yana bitta eslatib qo'yaman. Realchilar komment yozsin, Barsachilar like bossin, Manchester Citychilar obuna bo'lsin. Qolganlar ham Realchilar ham obuna bo'laversin, Barsachilar. Chunki obunachi kerak. Menga tez-tez. Do'stlar, menimcha bugunga yetadi. Sizlar bilan Abu Gaming bo'ldi. Hammalarga xayr va rahmat. Keyingi video 17 ta like, 17 ta obunachilar keyin chiqadi. Xayr, sog' bo'linglar.